Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Mana yana Qonun faqat qog'ozdan kanal muallifi Qudratli Qurbonov sizlar bilan birgalikda. Azizlar, bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi energetika vaziriga bo'ladi. Hurmatli energetika vaziri, 2026-yil 16-may kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidagi vazirlar va mutasaddi rahbarlarga Navoiy viloyati Uchquduq tumanida joylashgan Tarlon oil gaz MCHga tegishli yangi qurilib ishlashga shay bo'lib turgan metan zapravkani tarmoqqa ulash faoliyat yuritishi uchun murojaat qilib yo'llagandim. Murojaat yo'llaganimdan keyin Navoiy viloyati Uchquduq tumani Shalxar ovulida joylashib faoliyat yuritib kelayotgan Uchquduq Gaz Oil Invest MCHga qarashli metan zapravkaning faoliyatiga cheklov qo'yildi, to'xtatildi qisqasi. Nima uchun? Sabab bormi? Asos bormi? Nimaga asoslanib? Nima sababdan faoliyat yuritib kelayotgan Uchquduq Gaz Oil Invest MCHga tegishli metan zapravkani to'xtatdingizlar? 2 soatgina beryapsizlar. Ertalab. Vaqti belgilanmagan. Soat nechigacha hech kim bilmaydi uni. Har kun har xil vaqtda. Uni ham davlat transport vositalari uchun degansizlar. Aholi uchun emas. Bechora aholi hozirdan mashinasini yetib qo'yib kelgani qancha, ichida uxlagani qancha. Ertalab soat 6dami, 7dami, 8dami ochiladi 2 soat. Davlat transportchilariga beriladi. Shu orada bitta oladi bular. Olganicha. O'sha bir 30% ham olishi gumon deyman. Gumon deb o'ylayman, bu meni shaxsiy fikrim. Nimaga asoslanib bunday qilyapsizlar? U ham tadbirkor, soliq to'layapti, faoliyat yuritish kerak. Bunisi ham tadbirkor, bo'sh quruq turgan joyga soliq to'layapti, faoliyat yuritish kerak, ulab beringlar. Bu nima degan gap? Yoki mening 2026-yil 16-maydagi qilgan murojaatim bo'yicha yopib turib meni yomonotlik qilmoqchimisizlar? Yomonotlik qilib bo'ldingizlar o'zi. Men murojaat qilganimdan keyin Tarlon oil gaz MCHga qarashli yangi qurilgan metan zapravkaning egasi Sobir Odilov telefon qilib, ijtimoiy tarmoqdan qilgan murojaatimda olib tashlashimni so'radi. Nimaga desam, olib tashlang ekan dedi. Demak, o'yladimki, bosim bo'lgan. Kimnidir tomonidan bosim bo'lgan, oldir deb. Xuddi Tarlon oil gaz MCHga qarashli metan zapravkaning egasi Sobir Odilov tomonidan menga aytildi, men chiqardim. Olmayman dedim. Olganim yo'q. Olmayman. Chunki men Uchquduq aholisining shart-sharoitini inobatga olgan holda murojaat yo'lladim. Menga metan zapravkasining egasi aytgani yo'q. Agar murojaat qilsa, qaytadan yoritishni yaxshi bilaman o'zim. Tushuntirdim uni ham. Olmasligim sababini va boshqa. Mana endi
Hurmatli energetika vaziri, respublikaning barcha shahar va tumanlarda kamida 3 tadan va undan ortiq 4 ta 5 ta metan zapravkalari bor. Har bir tumanda. Oddiygina Navoiy viloyati Zafarobod tumani Uchquduqning yarmicha keladigan joyda 2 ta metan zapravka faoliyat yurityapti. Xursandmiz, yo'lda yuramiz, gaz olamiz. Nima uchun Navoiy viloyati Uchquduq tumani ham chekka hudud, cho'l hudud bo'lishiga qaramasdan bitta zapravkaga ham ruxsat bermayapsizlar? Nima, Uchquduq aholisi odam emasmi? Yoki Uchquduq aholisini odam o'rnida ko'rmaysizlarmi? Sizlar o'ylab ko'ringizlar. Hurmatli energetika vaziri hamda hurmatli Navoiy viloyati gaz ta'minot boshlig'i Mahmud Normamatov. O'ylab ko'ringizlar. Sizlar oylik olasizlar. Lekin Uchquduq tumanida hech qayerda ishlamasdan o'zini o'zi band qilib taksichilik bilan shug'ullanib ro'zg'or boqay qilayotgan, bola chaqa boqayotgan odamlar bor. Sizlarning mana bu ishlaringiz shu haydovchilarning ro'zg'orini qiynlashiga olib kelmaydimi? Bola chaqasining och qolishiga sababchi bo'lmaydimi? Buni o'ylab ko'rdingizlarmi? Muhtaram prezidentimiz aytdilar. Men uxlashdan oldin ertaga qanday qarorga imzo qo'ysam ekan, xalqimning og'iri yengil, mushkuli oson bo'ladi deb o'ylayman dedilar. Sizlarchi? Sizlar o'ylashni xohlamaysizlar ham. O'ylashga xohishlaringiz yo'q ham. Bu mening shaxsiy fikrim. Agar sizlarda o'ylashga ozginagina xohish bo'lganda buni qilmasdingizlar. Bu qilayotgan ishlaringiz, mana bu qo'ygan cheklovlaringiz, yangi metan zapravkani ulanishga ruxsat bermaganlaringiz qonunchiligimizda bormi, to'g'ri keladimi? Konstitutsiyamizda bormi? Yoki konstitutsiyamizning birorta moddasida yo bobida ko'rsatilganmi? Javob beringizlar. Hurmatli energetika vaziri, Navoiy hudud gaz ta'minoti boshlig'i Mahmud Normamatov, vazirlikdagi vazirlar, mutasaddi rahbarlar, deputatlar, sizlarga ko'p savol yo'lladim. Savolimga javob bermadingizlar. Bu murojaatimni O'zbekiston ahli, hatto dunyo ko'ryapti. Qanday sizlar ko'rmaysizlar? Ko'rib, eshitib o'tiribsizlar, bilaman bu narsani. Nimaga javob bermaysizlar? Javob bering. Ijtimoiy tarmoq orqali javob bering, hamma ko'rsin. Yo'q, ijtimoiy tarmoq orqali javob bera olmasangiz, qo'l telefonimni qoldirganman, yana qoldiraman, qo'shimcha raqam qoldiraman. Qo'l telefonim 93lik 953 99 88. Qo'shimcha raqamim 93lik 299 75 59. Qo'ng'iroq qilib ayting. Savolga javob bering. Yoki men berayotgan savollar shunchalik og'irmi? Qiyinmi? Yoki javobi yo'q savolmi? Agar sizlarning qilayotgan ishlaringiz qonunchiligimizga to'g'ri kelganda javob berardingizlar. Qonunchiligimizga to'g'ri kelmaydiki, javob bera olmaysizlar. Aytingizlar. Hey, sen bergan savol javobi yo'q. Bu savolga javob berish imkoni yo'q deb aytingizlar. Yoki javob beringizlar. Qachongacha Uchquduq aholisi qiynaladi? Asosan metan gaz muammosida.
Propanduki bir chetga qo'yib turamiz. Ikkita zapravkamiz bor, ikkovi ham faoliyat yuritadi, lekin propan yo'q. Olib kela olmayapti. Benzinduki aytmasak ham bo'ladi. Hamma joyda bitta sena, Uchquduqda bitta sena. Masalan, oddiygina i92 benzini Uchquduqda 12,5 ming so'm. 1 litri. Lekin kiloga olishadi. Boshqa yerda, Navoiyda, Xatirchida, Samarqandda va hokazo 10 ming 100 so'm. 2 ming so'm ustamasi bor. Nima uchun? Plus ustiga ana bankomatni, payintni bir bor qo'ygansizlar, plastikka pul tashlaymiz, 3% oladi. Bunisiga nima deysizlar? Xalqda aholini ezish ham evi bilandir. Bu qilayotgan ishlaringiz Xudoga ham xush kelmaydi, og'aynilar. Hurmatli Shavkat Miramonovich, bu murojaatimni ko'rsangiz, aholini qiyinchiligini inobatga olgan holda yechim topishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu murojaatni ham qo'llaringizdan kelgancha maksimal darajada, yuqori darajada tarqatingizlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Fikrlaringiz juda ham muhim. Sababi sizlarning fikrlaringiz orqali egalariga yetib borib, zora bir yengillik bo'lsa, yangi metanimiz ishga tushsa, eski metanimiz ham ishlab tursa degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana efir orqali ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.